bir oyda writingni oshirish. Agar shuni iloji bo'lsa va shunday kurslardan qaysidir o'quvchi natija qilgan bo'lsa, iltimos men bilan bog'lang. Ha, mayli. Buni o'z imkoni bormi? Keling, sizga soddoroq tushuntirishga harakat qilaman. Standart imtihon tizimi xususan IELTS talabgorlarga essay, ya'ni inshon yozish vazifasini qo'yadi. Lekin juda kam sonli test topshiruvchilari bu topshiriqni ko'ngildagidek bajarishadi. Xo'sh, muammo nimada? Yaxshi essayga yaxshi struktura kerakmi? Yoki biror mo'jizaviy formula, balkim yuqori darajadagi lug'at kerakdir. Afsuski, bular eng asosiy omil emas. Agar biror essay mavzusiga ko'zingiz tushgan bo'lsa, siz ko'pincha quyidagi mavzularda yozishingiz so'raladi. Atrof muhit muhofazasi, iqlim o'zgarishi, jamiyat muammolari, pul va pulni boshqarish va hokazo. Endi savol tug'iladi. Bu mavzulardan qaysi biri biz uchun og'riqli? Ya'ni biror fikrga ega emasmiz. Bizga kimdir mo'jizaviy struktura bergan-u, lekin mavzu doirasida biror bilim yoki o'z qarashimizga ega emasmiz. Yaxshi essay uchun yaxshi fikrlar kerak. Shuning uchun biz biror essay yozishdan oldin avvalo berilgan mavzu doirasida yetarlicha ma'lumotga ega bo'lganimizga ishonch hosil qilishimiz zarur. Qanday manbalardan foydalanish kerak dersiz? Hozir ko'pchilik uchun sun'iy intellekt birinchi va tezkor ma'lumot manbai bo'lib boryapti. Lekin undan to'g'ri foydalanish uchun shunchaki sizga essay yozib berishni emas, balki maqola yoki ma'lumot berishni so'rang. Shunda essay yozish jarayonida o'zingizning ishtirokingiz ko'proq bo'ladi va bu albatta o'rganish samaradorligini oshiradi. Unutmang, mavzu doirasida fikr va bilimga ega bo'lish birinchi o'rinda bo'lsa, essay yozishda qandaydir tezkor, intensiv kabi nomga ega lekin amalda ish bermaydigan kurslarning sizga mutlaqo kerak.